Sabir. Assalomu alaykum. Va alaykum. Qalay, yaxshimisan? Assalomu alaykum Sobir. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Toychoqni meni olib ishdan qaytyaptilarmi? Ha, endi. Seni ham umring ikkita g'ildirakning ustida o'tib ketyapti-da. Ha, endi nasib. Eshitishimga qaraganda hajga navbating kelibdi. To'lashga mablag'ing yo'qmish. Alloh chaqirgan bo'lsa boramiz. Pulni ham toparmiz. Sobir aka, agar sharoit ko'tarmayotgan bo'lsa, navbatingizni hoji akamga berib qo'ya qoling. 3-4 so'mlik bo'lib qolardingiz. Ikkita g'ildiragingiz ham 4 ta bo'lardi. Hajga pora berib borilmaydi. Nasibsa boramiz. Agar borolmasak, bizdan keyin navbatda turgan odam borar. Shunaqami? Sobir. O'tmishingga bir qara. Kim eding? Hozir kimsan?